nega hamma shularga quloq soladi? Gap nima haqida ketyapti, bilasizmi? Gap ayrim ayollarimizning ginekolog tavsiyasiga emas, balki qo'shni ayollarning, qarindoshlarining yoki bo'lmasa dugonasining tavsiyalariga amal qilishi haqida ketyapti. Ayrim ayollar o'zining hayotiy tajribasidan kelib chiqqan holda dugonasiga, qarindoshiga, yaqin kishisiga tavsiya berishi mumkin. Har bir organizm individual, ya'ni o'ziga xos bo'lganligi va qo'shni ayollarda, qarindoshlaringizda tibbiy bilimlarning yo'qligi, faqatgina hayotiy tajribaning borligi bu ular sizga to'g'ri tavsiya berishyapti degani emas. Ularga berilgan qachondir ginekolog tomonidan tavsiya to'g'ri keladigan bo'lsa, sizga o'sha tavsiya to'g'ri kelmasligi mumkin. Birovlarning gapiga kirib, kasalligingiz avj olib ketmasligi uchun, hurmatli ayollar, akушер-ginekologga vaqtida borishingizni va ginekologning tavsiyalarini o'z vaqtida bajarishingizga chaqirib qolamiz. Ushbu videoni esa qo'shnilarning tavsiyasi bilan ish ko'radigan dugonangizga yuborib qo'yishni unutmang.